Avatda hamda musallas ishlash oshpazlikka o'xshagan bir kasb-ku. Bugun Usaralarning safari chiqqan 11-kun. Necha kun safarimiz Aqsuda bo'lib qoldi. Aqsuda Jiboqil jarayonida Aqsu Avatliq bir og'inimizdan tanishib qoldik. Avatliq bu og'inimiz biz safarga chiqqandan yaqin biz bilan birga mengetdi emasmi? Bizning filmlarni boshdan oxirigacha to'liq ko'ribdi. Shunga bizning Aqsuga kelganligimizni anglab, bizni musallas yurtdigan Avatga taklif qildi. Biz Usaralarning bu tavakkul safarda biz o'ylab bakgan nurg'un sezgirashlarimiz yuz berdi. Bu qitimdagi Avat safarimiz bu nihoyat ma'nili o'tadigan o'xshaydi qo'yildik. Mana saqsalamat aldimi og'inimizning qishib kelib oldik, biroq ishlar biz o'ylagandek bunda oddiy emas. Bugungi filmimiz oldingilarga sal o'xshamaydi. Shuning uchun yurak berib oxirigacha ko'rishingni umid qilaman. Filmning oxirida sizlarni bizga tanishtirib qo'ygan Dolan qabilasiga olib aylantirdi. Doyingda bizniki Sherzod og'inimizdan tanishib qoldik. Bu ishlarni shunday taqdimni o'rinlashtirish bilan kelsak, bu og'inimiz shu musallasniki ishlab chiqarishning yomonlari. Sizga bir qisqacha bir qaranglasaqmi shu musallas to'g'rida. O'zimni bir qisqa tushuntirib, mening ismim Sherzod Osmon. G'ayrioddiy meros bo'yicha musallasniki ishlab chiqarish etish hunar san'atniki Jungodagi birdan-bir 3-avlod varisi. Feyi deymiz, hamda feyi jubon qo'yishanda. Cho'ng dadamning cho'ng dadasimi musallas ishlaydigan yo'q. Hamda bizning Avatda hamda musallas ishlash oshpazlikka o'xshagan bir kasb-ku. Buning cho'ng hunarki yo'q. Hamma odam qaynata oladi. Lekin yaxshi qaynatadigan, yaxshi musallas ishlaydiganlar oz. Shirkatni, korxonani qurg'ili 30 yil bo'ldi. Buning eng dastlabki cho'ngdan qurib boshlab qilibdi. Biz korxona qurishning oldida musallas bozorda sotiladigan bir mahsulot emas ekan yo'q. Musallasga bo'lgan tushunchasi yo'q ekan yo'q. 96-yili men cho'ng dadam menda. Tuptira bu hunarni biz o'zimiz qildik ekanmiz. Nima buni bir mahsulotga aylantirib bozorga kirgizmaymiz degan bir xiyol bilan o'ydan boshlabdik. Shu yillardan marka iltimos qilib, patent iltimos qilib musallasniki 97-yildan boshlab musallasning bir mahsulot qatorida bozorga kirgizib Şinjancha tunutib ekan. Hozir ham Avat noyimizning o'zida ishlab chiqarish kirgizib sota oladigan korxonadan 9 korxona uyda qaynatib qildiganlardan 420 oilik bor. Buning orasida hamda bizning 9 korxonaning ichida hammadan jiq ishlaydigani biz Qizil Yaqub. Buncha do'stlar hamda bu musallasni bakchin rivoyatlashtirib, ko'ptirib danglaydi-ku. Davlatimizda musallasni yemeklik qatoriga olib qo'ygan. Spirtli yemeklik deymiz hamda buni. Qadam deydi, kattaga qo'tdiq, paxlan qo'tdiq, uni qilgan, buni qilgan deb. Amaliyotda davlatdan bizning yemeklik bo'lgan o'lchamda, musallasga bo'lgan o'lchamda undaq narsalarni qo'shib bo'lmaydi. Chunki bu musallas tabiiy ichiydi. Bunda bir narsani qo'shsak, buniki ta'mi, purig'i, rangi, ichishligiga cho'ng ta'sir etadi. Biz bu dorilarni qotimiz hamda. Ammo bizga davlatdan bekitib bergan yemeklik bo'lg'achqa biz yemeklik qilib ishlatadigan dorilarni qotimiz. Ko'pincha xalqdagi bu musallas ichsak, bakni quvvatlaydi, ani qildi, mani qildi deb. Hamda musallasning eng cho'ng roli hamda qon sovib ketgan odamning qonni qizitib, qonning aylanishini tezlatib, kayfiyatingizni yaxshilaydi. Az miqdorda uzun muddat ichganda uyquni, badandagi bir turkum yo'llikni haydish mumkin. Ammo lekin uni bizaliqdek dori qatorida iste'mol qilish bo'lmaydi. Avat noyimiz orasida 9 korxona bor deb. 9 korxonaning mahsulotlari ham yaxshi. Bunda qiliqdek nachar emas. Ham tövanda o'zining uyda qaynatayotganlarniki hamda avlarning musallasimi yaxshi, yomon degan olmaydi. Lekin ularniki ishlab chiqish o'lchami yo'q. Ikkinchisi tozalik o'lchami yo'q. Ular hamda o'z bilgancha qiladi. Ham do'stlarniki hamda musallas tanlab ishga vaqtida-chu hamda ishlab chiqish ijozat nomasi bor. Davlatning e'tirof qilgan ishlab chiqarishga bo'ladi degan mundaq deganning musallasini ishsa degan mundaq nasihat qilamiz hamda. Men uchun bo'lganda bu musallas yo hamda atmiras kasb deydi hamda. Atmiras kasb men uchun bo'lganda pul topadigan bir xil uskun emas. Men uchun bo'lganda bu bir xil hissiyot. Yuk deymizmi? Buni men chuqur ado qilsam bo'lmaydigan bir vazifa. Bizningki musallasdan sirab mevaroqlarimiz bor. Mevaroqdan shatut, gilos, ana, olma, o'rik, shaptul, tam o'xshamaygandan 9 xil tam, 47 xil mahsulot bor. Filmning beshida nimishga bu ishlar bunda oddiy emasga degan hamda tushungansizlar. Og'inimiz bilan paranglashgandan keyin musallasga bo'lgan ko'z qarashimiz bir o'zgardi. Filmni ko'rgan sizlarni shunday deyman. Hamda sizlarni biz hammamizga tanishib qo'ygan, anglagan Dolan qabilasiga olib kelamiz. Anglashlar qaraganda bu yer bek qadimiy deydi. Unda hozir biz saraliqlarni yurak berib saqlashni unutib qolmanglar.